Nazarbek postidan 2,5 kilometr atrofida o'tganingizda yangi harakat mosti keladi. Shundan chapga qayilganingizda bo'tlarni Pushkin deb aytishadi. Sotuvga chiqqan joyimiz qayilishinglar bilan o'ng qo'limizning birinchi ko'chada kelyapti. Mana shu ko'chada kelyapti. Yon atrofini ko'radigan bo'lsak, bu yerda sement omborxonalari bor ekan, darvoza ishlab chiqarish, panjaralar ishlab chiqarish sexlari shu yerda joylashgan ekan. Sotuvga chiqqan joyimiz mana shu ko'chada. Kirganingizda o'ng qo'lda ko'chyapti. Sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz, ketdik. 20 metr atrofida kirib kelamiz. Xonadonni ko'ryapsizlar. Mana shunaqa yo'lak hisobida bo'lyapti. Bu endi hozirgi paytda davlat hisobida bo'lib turibdi. O'ng tarafidan zo'r o'tgan. Okamlik 2-3 yil oldin bu yerdan dehqonchilik sifatida ham foydalangan ekanlar. Bu yoqda qo'y xonalar qilib qo'ygan ekanlar. Sizlar bilan xonadonimiz ichkarisini ko'rishda davom etamiz. Ketdik. Bismillah, xonadonimizni ko'radigan bo'lsak, ko'ryapsizlar. Varri qulayroq joy. Bunaqa manchasiga 29 metr bo'lyapti. Bu yoq tarafini ko'radigan bo'lsak, 25 metr. Orqa tarafi 13 metrga ingichkalashib ketgan. Hovlisini ko'ryapsizlar. Mevali daraxtlar ekilgan. Bu yoqda 5 ta xonasi bor ekan. Zal, ota-onalar yotoqxonasi, 2 ta bolalar yotoqxonasi. Undan tashqari alohida hojatxona, hammom qilingan. Umumiy yer maydoni 5,5 sotikga ega bo'lyapti. $110,000 narxiga so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Kimgadir shu joyimiz qiziq bo'lsa, kelib ko'rib savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi. Doimgidek egalar raqamini yozib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar.